Qadr kechasi islomda eng ulug' va barakali kechalardan biri. Bu kechada Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilgan. Qadr kechasi nima? Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida tog' kechalarida bo'lishligi aytilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana shu qisqa surada, Qadr surasida Qadr kechasi haqida juda chiroyli, go'zal ma'lumotlarni Alloh taolo keltirib qo'ygan. Bundan ortiq ma'lumotni bandalari keltira olmaydi. Alloh taolo o'zi qisqa va lo'nda javob bergan. Albatta biz Qadr kechasida uni nozil qildik. Nimani? Qur'onni nozil qildik. Qur'onni bir so'z bilan ta'riflaganda insoniyat uchun yo'l boshlaydigan barcha qonun qoidalarning majmuasi, ya'ni baxtga eltadigan hamma narsa bor. Kim baxtli hayot kechirmoqchi bo'lsa, Qur'onga murojaat qilsin. Kim oilani zo'rini topmoqchi bo'lsa, Qur'onga murojaat qilsin. Kim hayotda xorlikka, g'amginlikka tushmaslikni xohlasa, Qur'onga murojaat qilsin. Qur'on inson uchun yo'l boshchi. Alloh taolo ana shu Qur'on tushgan Qadr kechasini aytadiki: "Va ma adraka ma laylatul qadr." Siz Qadr kechasi nima ekanligini qayerdan bilardingiz dedi. Bu Alloh taoloning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga murojaati. Bunda qanday murojaat bor? Siz qayerdan bilardingiz deyapti. Qarang, agar men fazl ko'rsatmaganimda, ya'ni sizga payg'ambarlik ato qilmaganimda, sizga Qur'onni nozil qilmaganimda, siz hech qachon Qadr kechasining nimaligini bilmasdingiz deyapti. Bizga buni nima aloqasi bor desa, juda katta aloqasi bor. Alloh taolo o'zining tavfiqi, inoyati bilan bizlarni hidoyatga kiritib qo'ydi. Bizlarni musulmon yurtlarda tug'ilib, islomni topishligimizga osonlik berib qo'ydi. Bizlarni masjidlarga kelib, peshonamizni sajdaga qo'yib, uni kitobini ochib o'qiydigan tavfiqni berib qo'ydi. Ana shunday kabi payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo o'zini fazlini ko'rsatdi va jumladan bizlarga ham shu fazlni ko'rsatdi. Dunyoda millionlagan odamlar Qadr kechasining nimaligini bilmaydi. Millionlagan odamlar payg'ambar alayhissalatu vassalomni tanimaydi. Millionlagan odamlar Qur'on nimaligini bilmaydi. Alloh taolo o'zini izni bilan, fazli bilan, inoyati bilan, hidoyati bilan bizlarga ham Qadr kechasi nima ekanligini bildirdi. Bu Qadr kechasi qanday darajasi bor? Bu shu qadar ulug' martabaki, bu shunday ulug' kechaki, bu kecha Laylatul Qadri xayrun min alf shahr. Bu 1000 oydan ulug' kecha. 1000 oy bu insonni butun boshli umriga teng. Zo'r yashasa 80 yildan oshiq yashaydi. 83 yillik muddatga teng vaqt. Mana shu ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ummati Muhammad shu kechada istig'for etsa, Qur'on o'qisa, zikr qilsa, tahajjud ibodatlarini qilsa, Allohdan mag'firat so'rasa, Alloh taolo bu bandalariga 83 yillik ibodatni yozib qo'yadi. Nima uchun? Chunki Alloh Ar-Rahmanir Rohim. Alloh mu'minlarga mehribon va rahimli. Shu bandalarining gunohlarini biladi. Hayotida 40, 50, 60 yillik hayotida qilgan gunohlarini biladi. Shu gunohlarni kechirishlik uchun Alloh taolo turli yo'llar bilan ularga darajani ato qilib qo'ygan. Ayniqsa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmatlaridan bu ummatga juda katta darajalar berilgan. Har yili banda Qadr kechasini topsa, 83 yillik ibodatni yozib qo'yayotgan bo'ladi. Agar
10 yildan oshiq topsa, 1000 yillik ibodatni taxlab qo'ygan bo'ladi. Alloh qodir zot yozib qo'yadi. Xohlaganini qilish huquqiga ega Alloh o'zining mulkida yozib qo'yadi. Bandani mana shunday darajalarga ko'tarib qo'yadi. Bu kechada nima bor? Bu kechada maloikalar va Jabroil tushadi. Allohning izni bilan barcha ishlarni, tadbirini, taqdirini yozishlik uchun, yer yuziga qo'yishlik uchun tushadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tonggacha omonlik, sokinlik bo'ladi. Ya'ni hamma narsa jim turadi, farishtalar o'zini ishini qiladi. Omonlik bo'ladi. Mana shu kunni topishlik kerak. Har bir banda harakat qilish kerak. Bu kechada Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, kim Qadr kechasini iymon e'tiqod bilan faqat savob umidida ibodatda o'tkazsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Bandaning birdan bir hayotdagi orzusi Alloh tomonidan uning gunohlarini kechirish. Mo'min odamning boshqa hech qanday oliy maqsadi yo'q. Allohning rahmatiga erishish, gunohlari kechirish. Oysha onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, agar Qadr kechasini topsam, qanday duo qilayin dedilar. Shunda u zot sollallohu alayhi va sallam shunday duoni o'rgatdilar. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Allohim, sen kechirishni yaxshi ko'ruvchisan. Kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni kechirgin deb duo qilgin dedi. Qadr kechasi ana shunday ulug' kecha. Bu kecha sokin bo'ladi. Iqlimi mu'tadil bo'ladi. Quyosh chiqsa ham nursiz bo'ladi. Alloh taolo bu kunlarni barchamizga topishlikni nasib qilsin.